Uyghur tili o'zi besib o'tgan tarixiy davrlarga asosan qadimgi zamon Uyghur tili, Chaghatay Uyghur tili va hozirgi zamon Uyghur tili degan bosqichlarga bo'linadi va har qaysi tarixiy bosqichlarda o'z oldiga ro'shan alayliklarga ega bo'lib kelgan. Jumladan, Chaghatay Uyghur tili bo'lsa, qadimgi Uyghur tili asosida shakllangan 14-asrdan 20-asrning boshlarigacha vatanimizni o'z ichiga olgan O'rta Osiyodagi turkiy millatlarning bo'libmi Uyg'ur va o'zbeklarning o'rtaq adabiy tili bo'lib xizmat qilib kelgan. Chaghatay tilining ta'biri va davriylarga qarata Jungo va chet eldagi Chaghatay shunoslarning ko'z qarashlari farqli bo'lsa-mu, bu tilni uning bilan bir davrdagi boshqa turkiy adabiy tillardan aniq farqlantirish uchun xalq arada Chaghatay tili deb atash degan qarash bir qadar umumlashgan. Bu tilning Chaghatay tili deb atilib qolishiga nisbatan Chaghatay xonligining islom diniga kirgan keyingi avlodlari tashkil qilgan feodal xonliqlar bu tilni hukumat tili qilib qo'llanganligi uchun shundoq atalgan degan qarash umumiyroq. Bu hodisa xuddi Osmoniya imperiyasi zamonidagi turklar Osmoniylar deb atalganiga o'xshash bir hodisadir. Chaghatay atalg'isi Chingizxonning 2-o'g'li Chag'atayning ismidan kelgan. Bu xil yeziq adabiy tili 16-asrning o'rtalaridan e'tiboran turkiy til, turkcha, Chaghatay turkchasi deb atalishdan boshqa yana Chaghatay tili deb rasmiylashdi. Bu davrda dunyoda shahona shuhrat qozongan asarlardan Muhakimatul Lug'atayn, Majalisun Nafais, Hamsa, Chingiznoma, Zafarnoma, Tavarixi Musiqiyun, Tarixi Hamidi, Tarixi Rashidi, G'azot Darmulki Chin va bulardan boshqa sanab tugatkusiz asarlar mavjud bo'lib, asosligi divan, masnaviy, tazkira va risola janridagi adabiy miroslar ko'p sonni egallaydi. Chaghatay Uyg'ur tili o'z tarkibiga arab, fors tillaridan nurg'unlagan so'z, iboralar va birmuncha ifodalash usullarini qabul qilganligi bilan xarakterlanadi. Lekin Chaghatay Uyg'ur tilining asosiy lug'at fondi dal qadimgi zamon Uyg'ur adabiy tilining lug'at fondi bo'lib, oz to'la fonetiklik o'zgarishlarni hisobga olmaganda asosan o'z petini saqlab qolgan. Grammatikalik jihatdami qadimgi Uyg'ur tili grammatikasi elementlarining xeyli salmoqli darajada saqlanganligini ko'ra olamiz. N.A. Baskakovning qarashicha, Chaghatay tili deb atalgan O'rta Osiyo adabiy tili tuvandagidek bosqichlarga bo'linadi. Avvalgi Chaghatay tili bosqichi 14-15 asrning boshlari. Chaghatay tilining klassik davri 15 asrning o'rtalaridan 17 asrning boshlarigacha bo'lgan 150 yildan ortiq vaqtni o'z ichiga oladi. Chaghatay tilining keyingi davri 17 asrning boshlaridan 20 asrning boshlarigacha bo'lgan 300 yildan ortiq vaqtni o'z ichiga oladi. Chaghatay Uyg'ur tili haqida mufassal bayon, 12 muqom tekstlari haqida tadqiqot nomli kitoblarning avtori professor Dr. Abdurauf Polat Taklimakani apandining bayon qilishicha, eng aniq gap bilan aytganda, Chaghatay Uyg'ur tili demak, Uyg'ur 12 muqomining tili demakdir. Shu qadar sehrlik va shu qadar jazbidor qilgan narsa, uningdagi go'zallikda tangdishi yo'q 360 ahangdan boshqa, u go'zal ahanglarga xuddi oltin uzukka, yoqut ko'z kabi yarashgan. O'zining tugumas putmas hayoti kuchi orqali u yorqin ahanglarni texmi jonlantirgan va jilvalantirgan bebaho Uyg'ur tilidir.